Assalomu alaykum do'stlar, mag'lublarniki vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bugungi darsimizda nashr control sistemasidagi jiroqdagi ambar, ya'ni remote repositorydan ma'lum bir ambarni, ya'ni repositoryni tushirib, shuning ustida o'zgartish berish va o'zgartishni shu remote repositoryga qanday yo'llashni o'rganib o'tamiz. Avval biz ma'lum hemen torbetga şu özümüzningki aldınqı saatda aşqan Uyghur IT Lab degan GitHub hisobotiga bir tane repositorydan birini qo'shdim, website deb. Endi mushu website degan repositoryni qanda, ya'ni ambarni qandaq qilib o'zimizningki mush kompyuterga tushirganligimizni va buningda har xil o'zgartishlarni olib berib, mush o'zgartishlarni qaysi shaklda qandaq qilib mushu yana mushu remote repositoryga yo'llashni o'rganib o'tamiz. Undaqda eng avval biz terminalni ochib, terminalda C-disk desktopga barayli. Qaraydigan bo'lsak biz mushu root user deganmiz. CD desktopga berib, desktopga yangi bir hujjat qisqichi qurayli. Torbet deb qurdim. Torbet deb qurib, andin mushu torbet deganninki ichiga kiray. Torbetning ichiga kirdim. Hozir torbetning ichida hozir bizga hech qanday bir hujjat yo'q bizningki bu torbet degan ma'vu hujjat qisqichning ichida. Qaraydigan bo'lsak bo'sh. Endi mushu torbet degan mushu hujjat qisqichning ichiga ma'vu website degan repositoryni, ya'ni projectni tushiraylik. Buni tushirish uchun ikki xil usul bor. Birisi mush torbetdan ma'vu clone download degani besib, miyadan download zip qilib deb tushirish. Yani birisi mush adresini ko'chirib, adresdan tushirish. Men mush adres orqali tushirishni ko'rsatib o'taman. Bu yerdan mushu repositoryga kirib, bu yerdan download degani bosamiz. Bosgandan keyin ma'vu adresni, ma'vu knopkani bossak ham bo'ldi. Ya bo'lmasa bunda ko'chirib, hammani Ctrl A, Ctrl C qilib kopiya qilamiz. Kopiya qilgandan keyin terminalga tushirmoqchi bo'lgan hujjat xaltasiga kiramiz. Men torbet degan hujjat xaltasining ichiga tushirmoqchi. Şu an torbetning ichiga kirdim. Kirgandan keyin git clone qilib bayamqi adresni mishaga paste qilib chaplaymiz. Chaplagandan keyin enterni bosamiz. Bossak bu hujjat bizga bayamqi project mushu hujjat xaltasiningki ichiga tushdi. Qaraydigan bo'lsak website. Endi men qaraydigan ls deb bossam, mana website bor ekan. Men cd website deb mushu websitening ichiga kirdim. ls deb bossam, mana hamma hujjat ko'rildi. Clear qilib tozalab ko'stay. Mana qaraydigan bo'lsak, mushu hujjat bayam tushagan remote repository'dagi hamma hujjatlar bor ekan. Qaraydigan bo'lsak, readme, app.js, image degan hujjat xaltasi, about html, css, index html degandek hujjatlar bor ekan. Endi biz buni mushu Visual Studio Code'ni ochib, mush projectni shuningda ochaylik. Visual Studio Code'ni bosdim. Besib ma'vu bayam men tushirib bayam mening qilganim ekan. Buni o'chirib o'tib, bu yerdan file kirib, filedan open'ni bosib, open'ni bosgandan keyin desktopga boraman. Desktopga berib, torbetdan website degani besib, bu tushagan bizningki mana
widgetni açdıq, qaraydigan bolsaq, CSS, image, git ignore, about html, app.js, index.html, readme degandek hamma widgetlar bor ekan. Endi shuning ustida o'zgartirish olib boraylik. Masalan, about html deganni besib qarasak, buningda hech nima yo'q ekan. Buningga masalan biz bir tal html widgetdan birini qurib, bu yerga h1 qilib yozib, bir xatlarni yozaylik. About pt deb yazdık. Yazib, buningga o'zgartirish olib bordik. Ondan yangi bir widgetdan birini quraylik. Buningga contact.html qilib, html betdan birini qurib, buningga bir tal htmldan birini yozib, bu yerga contact deb yazdim. Yazib, bu yerga h1 birdan yazib, contact yoki allaqilshish pt deb yazdim. Yazgandan keyin buni Ctrl S qilib saqlab, endi qaraydigan bo'lsam, git status deb qaraydigan bo'lsam, ikki tal widgetda o'zgartirish olib beribdi. About html, contact html deb. Biz buni git add all qilib saqladik. Staging area qo'shdik. Undan keyin git commit qilib yangi o'zgartirish qo'shildi deb bunga izoh berdik. Bergandan keyin clear qilib git status deb bassaq, bizningki shu ishlash rayonimiz pokizgan, ya'ni working directory degan yer pokizlandi. Endi buni biz remote repositoryga qanday yo'llaydik, oldingi darsda o'rgandik. Biz git push origin master deblam buningga buyruqni yozamiz. Yozsa, bizningki bu widgetimiz o'zgartirish bergan widgetlar hammasi miyaga kirdi. Hozirgi remote repository'ningki ichiga qo'shildi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda about html, contact html deb bor ekan. About html ga biz mau o'zgartirishni olib borgandik. Undan keyin contact html degan betdan birini qurib, buningga aloqalash beti deb betdan birini qurdik. Endi bugungi darsimizda biz nimani o'rgandik degan vaqtida ma'lum bir remote repository'dan shu repository'ni klon qilish va uningda o'zgartirishlarni elib, shu repository'ga qayta yo'llashni o'rganib o'tdik. Bugungi darsimiz mishakagicha, keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.